Tijorat har doim mavjud bo'lgan bo'lsa-da, ko'lam, yetib borish va aloqalar tubdan o'zgardi. Ilgari mayda ta'mirlash va boshqa xizmatlar bilan shug'ullanadigan usta oziq-ovqat do'konlariga e'lon ilar edi. Hozir esa u o'z shahrida oshxona javonini o'rnatish so'zini qidirayotgan odamlar uchun Google orqali reklama qiladi. Bu elitarlar klubi emas. Bu o'rta sinfning yetakchisiz harakati. Dunyo bo'ylab oddiy odamlar an'anaviy ishni tark etib, o'z yo'llarini tanlashmoqda. Ular tizim bilan kurashish o'rniga odatda ko'p o'quvsiz va deyarli har doim katta mablag'siz o'z ish shakllarini yaratishmoqda. Ushbu favqulodda tadbirkorlar o'z ishtiyoqlarini daromad manbaiga aylantirdilar va shu bilan o'zlari uchun mazmunliroq hayot yaratdilar. Siz ham buni qila olsangizchi? Siz ham o'z ish soatingizni belgilash va o'z ustuvorliklaringizni aniqlash erkinligiga ega bo'lsangizchi? Yaxshi xabar shuki, erkinlikka erishish mumkin. Yana bir yaxshi xabar. Erkinlik uzoq, noaniq kelajakdagi narsa emas. Kelajak shu yerda va hozir. $100 startap modeli. So'nggi 10 yillik davomida noodatiy bizneslar haqidagi turli hikoyalarni eshitib kelaman. Shu bilan birga, o'zim ham bir nechta shunday bizneslarni boshqardim. Yozuvchi va tadbirkor sifatidagi faoliyatim davomida mikrobizneslar haqidagi keng qamrovli tadqiqotlarga kirish imkoniyatim bo'ldi. Bular odatda bitta odam tomonidan boshqariladigan va katta miqdorda boshlang'ich kapital talab qilmaydigan daromadli bizneslar edi. Keng qamrovli o'rganish boshlanishida do'stlarim va hamkasblarimdan maslahat so'radim. Lekin faqat ularga tayanib qolmadim. 2010-yilda Pamela Slim bilan birgalikda byudjetni tejashga asoslangan biznes g'oyalar bo'yicha bir qator seminarlar o'tkazdim. Pamela Escape from Cubicle Nation, ofis qafasidan qutulish kitobi muallifi. Birinchi marta seminarimizni e'lon qilganimizda ro'yxatdan o'tish bor yo'g'i 90 daqiqa ichida yakunlandi. Keyin bir necha oydan keyin o'tkaziladigan qo'shimcha seminar uchun ro'yxatdan o'tish imkoniyatini taqdim etdik. Bu ham tushlik vaqtigacha to'liq band bo'ldi. Ushbu ma'lumotlarga katta talab borligini anglab, tadqiqotlarimni yanada chuqurlashtirdim. Seminarlar o'tkazish jarayonida men qiziqish orqasidan ergashish modeliga e'tiborimni qaratdim. Ya'ni, muvaffaqiyatli kichik bizneslar ko'pincha shaxsiy hobbi yoki qiziqishga asoslanib quriladi degan g'oya. Butun dunyo bo'ylab tadbirkorlar bilan suhbatlar o'tkazdim va ularning hikoyalarini Empire Building Kit, imperiya qurish qo'llanmasi deb nomlangan onlayn kurs uchun hujjatlashtirdim. Ushbu kurs loyihani kengroq miqyosda ishga tushirish va keyinchalik qo'lingizdagi kitobni yozish uchun ilhom manbai bo'ldi. Kitobni yozishga kirishganimda bir nechta holatlarni tahlil qilishni rejalashtirgan edim. Lekin tayyorgarlik davomida tadqiqot doirasini ancha kengaytirdim. Men respondentlarni onlayn va offlayn manbalardan jalb qilib, ma'lumotlarni Google Forms yordamida yig'dim. Natijada minglab ma'lumot nuqtalarini to'pladim. Shimoliy Amerikada o'tkazgan kitob safari davomida 63 ta shaharni kezdim va ko'plab noodatiy, tasodifiy tadbirkorlar bilan tanishib, ularning hikoyalarini eshitdim. Nomzodlarni saralash jarayonini nihoyat yakunlaganimda, tanlash uchun 1500 dan ortiq respondentlar mavjud edi. Ushbu respondentlarning barchasi quyidagi 6 ta mezondan kamida 4 tasiga mos kelardi. Qiziqish orqasidan ergashish modeli. Ko'plab odamlar o'zlarining hobbilari yoki o'zlari alohida ishtiyoq bilan shug'ullanadigan faoliyatga asoslangan biznesni qurishga qiziqadi. Har bir qiziqish katta daromad keltirmasligi mumkin, lekin ba'zilari albatta katta muvaffaqiyatga erishadi. Bunga misollarni keyingi sahifalarda ko'ramiz.
Kam boshlang'ich xarajat. Men boshlang'ich kapitali $1000 kam bo'lgan bizneslarni, ayniqsa $100 kam xarajat bilan boshlash mumkin bo'lgan bizneslarni qiziqish bilan o'rganardim. Yiliga kamida $50,000 sof daromad. Men daromad keltiradigan, hech bo'lmaganda Shimoliy Amerikadagi o'rtacha yillik daromadga teng bizneslarni qidirardim. Keyingi sahifalarda ko'ramizki, daromadlar miqdori juda keng doirada o'zgarib turadi. Ko'plab bizneslar esa 6 xonali daromad yoki undan yuqorisini ta'minlaydi. Shunday bo'lsa-da, boshlang'ich talab sifatida yillik kamida $50,000 sof foyda olish belgilangan edi. Maxsus ko'nikmalar talab qilinmaydi. Tadqiqot oddiy odamlar tomonidan yaratilgan muvaffaqiyatli bizneslarga qaratilgan bo'lgani uchun ko'pchilik boshqarishi mumkin bo'lgan bizneslarga e'tibor qaratdim. Ushbu nuqtani aniqlash biroz qiyin bo'lishi mumkin. Lekin muhim farq shundaki, ko'plab bizneslar qandaydir maxsus ko'nikmalarni talab qiladi. Ammo bu ko'nikmalarni qisqa muddatli trening yoki mustaqil o'rganish orqali egallash mumkin. Masalan, qahva qovuruvchi bo'lishni ish davomida o'rganishingiz mumkin. Lekin umid qilamizki, stomatolog bo'lishni emas. To'liq moliyaviy oshkoralik. Tadqiqotda ishtirok etganlar joriy yil uchun daromad prognozini va kamida so'nggi 2 yil davomida olingan haqiqiy daromadni oshkor qilishga rozi bo'lishlari kerak edi. Bundan tashqari, ular daromad va xarajatlarni aniq raqamlar bilan muhokama qilishga tayyor bo'lishlari zarur edi. 5 nafardan kam xodim. Asosan favqulodda yoki tasodifiy tadbirkorlar bilan qiziqardim. Ular ataylab kichik bo'lib qolishni tanlagan edilar. Ko'plab tahlillarda faqat bitta odam tomonidan boshqariladigan bizneslar tasvirlangan bo'lib, bu respondentlarning aksariyati belgilagan shaxsiy erkinlik maqsadiga juda mos keladi. Men voyaga yetgan yoki yarim qonuniy bozor segmentlariga tegishli bizneslarni, shuningdek, yuqori texnik bilimlar yoki maxsus ko'nikmalar talab qiladigan bizneslarni tadqiqotdan chiqarib tashladim. Asosiy sinov shunday edi. Siz qilayotgan ishingizni buvingizga tushuntira olasizmi va bunga tayyormisiz? Keyingi bosqichda dunyoning turli burchaklarida boshlangan bizneslarni o'rganishni istadim. Hikoyalarimizning yarmidan ko'pi AQSh dan, qolgan yarmi esa boshqa davlatlardan kelib chiqqan. AQSh tadbirkorlik uchun qulay sharoit va qadriyatlari bilan Silikon vodiysidan tortib Atlantagacha innovatsiyalarning markazi hisoblanadi. Ammo ko'ramizki, dunyoning turli burchaklarida odamlar o'z mikrobizneslarini yaratmoqda. Ba'zida AQSh modeliga amal qilib, ba'zida esa mustaqil yondashuvni qo'llashmoqda. Oxirgi saralash bosqichida men qiziqarli hikoyalarga e'tibor qaratdim. Har bir biznes mashhur yoki zamonaviy bo'lishi shart emas. Aslida bu kitobdagi ko'plab bizneslar unday emas. Lekin men o'ziga xoslik va ijodkorlikni aks ettirgan hikoyalarni yaxshi ko'rardim. 2 yil avval Minneapolisda Liza Selman o'zining itlar parvarishi biznesi haqida gapirib diqqatimni tortdi. Dastlab bunga jiddiy qaramadim. Axir itlar parvarishi biznesi qanchalik foydali bo'lishi mumkin? Ammo keyin Liza o'tgan yili qancha daromad olganini aytdi. $88,000. Yangi yilga kelib daromadini 6 xonali raqamga yetkazishi mumkinligini bildirdi. To'satdan bu meni qiziqtirib qo'ydi. Liza buni qanday amalga oshirdi va uning tajribasidan qanday saboqlar olishimiz mumkin? Har bir keys qahramonining biznesi haqida batafsil so'rovnomalar va qo'shimcha suhbatlar o'tkazildi. Tadqiqot ishtirokchilaridan o'z bizneslari to'g'risida moliyaviy ma'lumotlar, demografik ko'rsatkichlar va o'nlab ochiq savollarni o'z ichiga olgan bir nechta batafsil so'rovnomalarni to'ldirish so'raldi. Ushbu guruh so'rovnomalaridan so'ng yuzlab elektron xatlar, telefon qo'ng'iroqlari, Skype orqali video muloqotlar
va dunyo bo'ylab 15 ta shahar bo'ylab shaxsiy uchrashuvlar orqali qo'shimcha savollar berildi. Mening maqsadim xilma-xil guruhdagi umumiy mavzularni topish orqali yagona izchil hikoya yaratish edi. To'plangan ma'lumotlarning hajmi o'zi bir necha qalin kitob uchun yetarli bo'lgan bo'lsa-da, men faqat eng muhim ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qildim. Tadqiqot uslubi, shu jumladan so'rovnomalar natijalari va aniq intervyular haqida batafsil ma'lumotni 100startup.com saytidan bilib olishingiz mumkin. Boshqa tadqiqotlar, kitoblar va ommaviy axborot vositalarida odatda ikki xil biznes modeli e'tibor markazida bo'ladi. Birinchi, klassik model. Ushbu modelda ixtirochi bir g'oya yaratadi va operatsiyalarni kengaytirish uchun bankdan qarz olishga urinadi yoki bir kompaniya o'zining bir bo'limini ajratib, yangi kompaniya tashkil qiladi. Aksariyat fond birjalarida savdo qilinadigan korporatsiyalar shu toifaga kiradi. Ikkinchi, investitsiyaga asoslangan startup. Ushbu modelda biznesni venture kapital, sotib olishlar, reklama va bozor ulushiga qaratilgan yondashuv boshqaradi. Odatda biznes asoschi yoki bir guruh hamkorlar tomonidan boshlanadi. Lekin ko'pincha boshqaruv guruhi tomonidan boshqariladi va direktorlar kengashiga hisobot beradi. Maqsad biznes qiymatini oshirish va uni omma oldida savdo qilish yoki boshqa bir kompaniya tomonidan sotib olinishi uchun tayyorlash. Har bir eski modelning o'ziga xos kuchli va zaif tomonlari, shuningdek boshqa turli jihatlari mavjud. Ikkala modelda ham muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlikka oid ko'plab hikoyalar uchraydi. Ammo bu hikoyalar bizning e'tiborimiz markazida emas. Birinchi va ikkinchi biznes modellar butun e'tiborni o'ziga qaratayotgan bir paytda boshqa bir narsa, butunlay boshqacha, yondashuv tinchgina rivojlanmoqda. Bizning hikoyamiz o'z mikrobizneslarini sarmoyasiz, xodimlarsiz va ko'pincha nima qilayotganlarini aniq bilmasdan boshlagan odamlarga bag'ishlangan. Bu tadbirkorlar deyarli hech qachon rasmiy biznes reja tuzishmaydi. Hatto ko'pincha umuman rejalari bo'lmaydi. Ularning yagona yondashuvi buni sinab ko'ramiz va nima bo'lishini ko'ramiz bo'lib. Ko'pincha ular o'z bizneslarini rasmiy ruxsat olish yoki boshqaruv kengashi bilan maslahatlashishni kutmasdan tezda ishga tushirishadi. Bozorni sinash jarayoni esa yo'l-yo'lakay amalga oshiriladi. Mijozlar mahsulotni sotib olyaptimi? Agar javob ha bo'lsa, bu yaxshi. Agar yo'q bo'lsa, unda nima qilib boshqacha yo'l tutsak bo'ladi? Michaelning korporatsiya xodimidan velosipedda matras tashuvchiga aylangan yo'li kabi, bizning ko'plab keys tahlillarimizdagi tadbirkorlar ham o'z bizneslarini tasodifan, ko'pincha ishdan ayrilish kabi qiyinchiliklarni boshdan kechirgandan so'ng boshlaganlar. Masalan, Massachusets shtatida Jessica Reagan Zalsmanga eri ishxonadan qo'ng'iroq qilib, uyga erta qaytishini va ertasi kuni ofisga bormasligini aytadi. 3 haftalik chaqaloqning onasi bo'lgan Jessica darhol harakatga tushadi. Uning yarim kunlik hobbi sifatidagi buxgalteriya ishi oilaning asosiy daromad manbaiga aylanadi. Pensilvaniyada esa Tara Gentil farzandlarini parvarishlash bilan birga uyda ishlash imkoniyatini yaratish maqsadida biznes boshlagan. Uning biznesi shu qadar tez rivojlandiki, oxir-oqibat eri ham uyda qolib, unga yordam bera boshladi. Atlantika okeanining narigi tomonida esa David Hensel Londondan tashqaridagi eng yirik reklama agentliklaridan birida direktor bo'lib ishlagan. Ammo ishidan zerikkani va surunkali charchoq sindromi tashxisi qo'yilgani tufayli o'z lavozimidan ketishga qaror qildi. Surunkali direktorlik vazifalaridan aziyat chekayotgan David yangi kompaniyasi Lightbulb Designda o'z qoidasini o'zi o'rnatadi. Bir muddat kasallik meni boshqardi, deydi David. Lekin endi men uni boshqaryapman. Lightbulb menga o'z sharoitimga mos,
daromad topish imkonini berish uchun boshlandi. U hali ham sharoitimga mos, lekin hozir biz muvaffaqiyatlar sari katta qadam tashlayapmiz. Biz duch keladigan tadbirkorlar o'z loyihalarini tuzishda turli uslublarni tanlashgan. Bu ularning yondashuvlaridagi xilma-xillikni ko'rsatadi. Ba'zilari kengayishni tanlagan, xususan xodimlar yollash yoki virtual yordamchilar jamoasini yaratish orqali. Masalan, Erika Kazminski bir paytlar o'zining transkripsiya jamoasini 17 kishiga yetkazdi. Ammo xodimlar yollash o'rniga pudratchilar bilan ishlash orqali u oddiylikni saqlash va erkinlikni qo'ldan boy bermaslikka erishdi. Seattleda joylashgan sayohat sumkalarini ishlab chiqaruvchi Tom Behan fabrikasi esa mustaqilligini saqlab qolgan holda yirik chakana savdo do'konlariga o'z mahsulotlarini sotish takliflarini rad etdi va yillik 7 xonali daromadga ega bo'ldi. Ba'zilari esa sheriklik yo'lini tanlashdi. Bu esa har bir kishiga o'z kuchli tomonlariga e'tibor qaratishga imkon berdi. Masalan, dizayn maktabini endi bitirgan Jen Adrion va Omar Nuri o'zlarining sohasida tajribasiz xodimlar uchun mo'ljallangan ishidan hafsalasi pir bo'lgach, Ohio shtati Kolumbus shahridagi uyda maxsus xaritalar ishlab chiqarib sotishni boshlashdi. Patrik Makren va Rich Strauss esa avval bir-biriga raqib edilar. Keyinchalik atletikachilar uchun hamjamiyat yaratish maqsadida hamkorlik qilishdi. Birgalikda biznes qurgan er-xotinlar yoki juftliklar haqida ham bir nechta hikoyalar bor. Lekin ko'pchilik yolg'iz ishlashni tanlab, mustaqillikni o'z kuchi bilan topish mumkinligiga qat'iy ishongan. Masalan, muvaffaqiyatli arxitektor Charlie Papsning Starbucks do'konlarini dizayn qilishdek orzudagi ishi bor edi. Ammo mustaqillikka bo'lgan intilish orzudagi ishning qulayliklarini va bepul latte ichish imkoniyatlarini ortda qoldirdi. Bir kuni ishga ketayotib, ortiq bunday davom eta olmasligimni tushundim, deydi Charlie. Ishxonaga qo'ng'iroq qilib, kasalman deb aytdim. Ishdan bo'shash haqida ariza yozdim va hammasi tarixga aylandi. Charlie haligacha dizayner bo'lib ishlaydi. Lekin hozir u uydan turib, faqat o'zi tanlagan mijozlar uchun ishlaydi. Bu hikoyalarni ansambl sifatida ko'rib chiqamiz. Alohida ovozlardan iborat guruh. Ularning barchasi birgalikda o'ziga xos musiqiy asar hosil qiladi. Korporativ azobdan qutulgan turli odamlarning o'zlarini qanday ozod qilgani haqidagi hikoyalarni baham ko'rganimizda, ularning jasoratini tan olish, shu bilan birga ko'nikmalarini ortiqcha bo'rttirmaslik muhim. Ularning ko'pchiligi daho yoki tug'ma tadbirkor emas. Ular oddiy odamlar bo'lib, hayotlarini o'zgartirgan bir nechta muhim qarorlar qabul qilishgan. Biz o'rganayotgan holatlarda juda oz qismi biznes maktabida o'qigan va ularning yarmidan ko'pi ilgari hech qanday biznes tajribasiga ega bo'lmagan. Bir necha kishi kollejni tashlab ketgan. Boshqalari esa umuman kollejga bormagan. 3. Ushbu hikoyalarni baham ko'rishdan maqsad ozodlik uchun bir reja, bir yo'riqnoma taqdim etishdir. Bu yo'riqnoma orqali siz ushbu tajribalarni o'zingizning ofisdan qochish rejangizga tatbiq eta olasiz. Keyslar tahlili davomida mikro tadbirkorlikning 3 ta asosiy saboqlari oydinlashadi. Ushbu saboqlarga kitob davomida turli yondashuvlarda diqqat qaratamiz va ularning har birini batafsil o'rganamiz. Birinchi dars: konvergensiya, kesishma. Konvergensiya siz alohida qiziqadigan yoki yaxshi uddalaydigan ish yoki ikkalasi birgalikda va boshqa odamlarning qiziqishlari o'rtasidagi kesishma nuqtasini anglatadi. Konvergensiyani tushunishning eng oson yo'li uni siz g'amxo'rlik qiladigan narsalar bilan odamlar pul sarflashga tayyor bo'lgan narsalar o'rtasidagi kesishuvchi maydon deb tasavvur qilishdir. Buni tasavvur qilish uchun quyidagi doiralarni ko'rib chiqing. Siz qiziqqan
yoki siz yaxshi uddalagan hamma narsa ham dunyo uchun qiziqarli yoki tijoratbob bo'lavermaydi. Masalan, men pissa yeyishga juda ishtiyoqmand bo'lishim mumkin, ammo hech kim buning uchun menga pul to'lamaydi. Xuddi shunday, har qanday odam ham har bir muammoga yechim bera olmaydi yoki hamma uchun qiziqarli bo'la olmaydi. Ammo ikki doira, qiziqish yoki ko'nikma va foydalilik kesishgan joyda erkinlik va qiymatga asoslangan mikrobiznes gullab yashnashi mumkin. Ikkinchi dars: ko'nikmalarni transformatsiya qilish. Biz ushbu kitobda ko'rib chiqadigan loyihalarning aksariyati biror sohaga aloqador ko'nikmalarga ega bo'lgan odamlar tomonidan boshlangan. Lekin bu ko'nikmalar loyiha uchun eng ko'p ishlatiladigan mahorat bo'lmasligi mumkin. Masalan, o'qituvchilar faqat dars o'tishni bilishdan tashqari boshqa ko'plab foydali ko'nikmalarga ham ega bo'lishadi. Ular muloqot qilish, moslashuvchanlik, jamoani boshqarish, darslarni rejalashtirish va turli manfaatli guruhlar, bolalar, ota-onalar, ma'murlar, hamkasblar o'rtasida hamkorlik qilishda ham mahoratlidirlar. O'qituvchilikning o'zi ham sharafli kasb, ammo ushbu ko'nikmalarni biznes qurishda ham samarali qo'llash mumkin. Ko'nikmalarni transformatsiya qilishni tushunishning eng oson yo'li bir nechta narsada yaxshi ekaningiz ehtimoli borligini anglashdir. Germaniyalik Kat Alder Londonda ofitsiant bo'lib ishlaganida kimdir unga: "Bilasizmi, sizdan yaxshigina PR mutaxassis chiqadi" deydi. Kat PR haqida hech narsa bilmasdi. Hatto bu so'z jamoatchilik bilan aloqalar degan ma'noni anglatishidan ham bexabar edi. Ammo u yaxshi ofitsiant edi. Har doim yaxshi choy chaqa olar. Mijozlariga menyudan ularga yoqadigan taomlarni tavsiya qilib, ularning xursand bo'lishlarini ta'minlardi. Keyinchalik BBCdagi boshqa bir vaqtinchalik ishidan bo'shatilganida ushbu suhbatni esladi. PR sohasini hali yaxshi bilmasdi, lekin bir oy ichida o'zining birinchi mijozini topdi va ishlash jarayonida hammasini o'rganib oldi. 4 yildan so'ng uning firmasi Londonda, Berlinda, Nyu-Yorkda va Xitoyda faoliyat yuritadigan darajada kengaydi va 5 nafar xodimni ishga oldi. Kat ajoyib ofitsiant edi va o'zining odamlar bilan ishlash ko'nikmalarini mijozlarni ommalashtirish uchun muvaffaqiyatli tarzda qo'llashni o'rgandi. Bu unga boshqalar uchun ishlash va har kuni bir xil maxsus takliflar ro'yxatini takrorlashdan ko'ra ko'proq foyda keltiruvchi, barqaror va qiziqarli biznes yaratishga imkon berdi. An'anaviy qarashlarga zid ravishda tadbirkorlikda muvaffaqiyat ma'lum bir faoliyatda eng yaxshi bo'lish bilan bog'liq emas. Masalan, Dilbert komikslar seriyasining yaratuvchisi Scott Adams o'z muvaffaqiyatini shunday izohlaydi: "Men rassomchilikda deyarli iqtidorim bo'lmasa-da, oddiy yozuvchilik qobiliyati, o'rtacha yumor hissi va biznes dunyosida biroz tajriba bilan karikaturachi sifatida muvaffaqiyat qozondim." Dilbert komiksi ushbu 4 ko'nikmaning kombinatsiyasidir. Dunyo mening rassomligimdan ko'ra yaxshiroq rassomlar, mendan aqlliroq yozuvchilar, mendan kulgiroq yumoristlar va mendan tajribaliroq biznesmenlarga to'la. Ammo kam uchraydigan jihati shundaki, ushbu oddiy ko'nikmalarning barchasi bir insonda mujassam bo'lgan. Ana shu usulda qiymat yaratiladi. Tadbirkorlik loyihasida, ayniqsa, sizni hayajonga soladigan loyihada muvaffaqiyat qozonish uchun boshqalarga foyda keltirishi mumkin bo'lgan barcha ko'nikmalaringizni va ayniqsa ushbu ko'nikmalarning kombinatsiyasini puxta o'ylab ko'rish foydali. 3-dars: sehrli formula. Birinchi ikki g'oyani birlashtirgan holda mikrobiznesni muvaffaqiyatga olib keluvchi unchalik ham sirli bo'lmagan, lekin samarali bo'lgan quyidagi retsepti paydo bo'ladi.
Qiziqish yoki ko'nikma plus foydalilik = muvaffaqiyat. Ushbu kitob mazkur formulaga tayanib turli keyslarni o'rganamiz. Masalan, Jayden Hare Steamy Kitchen nomli oshpazlik ko'rsatuvi va Osiyo oshxonasiga bag'ishlangan veb-sayt orqali o'z faoliyatini muvaffaqiyatli rivojlantirdi. Boshlang'ich $200 sarmoya bilan u ishtiyoq va foydalilik uyg'unligi natijasida oshxona kitoblari, televideniye takliflari va korporativ homiyliklarga ega bo'ldi. Jaydenning katta jamoatchilik bilan kunlik ravishda bo'lishayotgan retseptlari oddiy, sog'lom va juda mashhur. U bilan Astinda o'tkazilgan tadbirda tanishganimda, salomlashish uchun muxlislari orasidan zo'rg'a yo'l topdim. Batafsil 2-bobda o'qing. Boshqa bir misol esa Brendon Piersning hikoyasidir. Brendon pianino o'qituvchisi bo'lib, o'z faoliyatining ma'muriy ishlariga ulgurish uchun qiynalardi. Dasturlashni hobbi sifatida o'rgangan Brendon talabalarini, dars jadvalini va to'lovlarni kuzatib borish uchun maxsus dastur yaratdi. Men loyihani biznesga aylantirish niyatida qilmagan edim, deydi Brendon. Ammo boshqa o'qituvchilar bu dasturga qiziqish bildira boshlashgach, undan ozgina qo'shimcha daromad olishim mumkin deb o'yladim. Uning bu ozgina daromad rejasi to'liq kunlik daromad manbaiga va hattoki undan ham ko'prog'iga aylandi. Hozirgi kunda Brendon oyiga $30,000 dan ortiq daromad topmoqda. Yuta shtatida tug'ilib o'sgan Brendon hozirda oilasi bilan dunyoni kezib yurmagan paytida Kosta-Rikadagi 2-uyida yashaydi. Batafsil 4-bobda o'qing. Kelajakka yo'l. Nimalarni o'rganamiz? Erkinlik izlash davomida mikrobiznes qurishning asosiy tamoyillarini bunday ishni amalga oshirgan odamlar tajribasi orqali o'rganamiz. Biznes boshlashning asoslari juda oddiy. Sizga MVA darajasi $60,000 shartnoma pulini tejab qoldingiz. Venture kapitali yoki hatto batafsil reja ham kerak emas. Sizga faqat quyidagilar kerak. 1. Mahsulot yoki xizmat. Nima sotasiz? 2. To'lovga tayyor odamlar. Mijozlar. 3. To'lov usuli. Mahsulot yoki xizmatni pulga almashtirishning yo'li. Agar sizda qiziqish bildiradigan odamlar guruhi bor-u, lekin sotadigan narsangiz yo'q bo'lsa, demak sizda biznes yo'q. Agar sizda sotadigan mahsulotingiz bor-u, ammo uni sotib olishga tayyor odamlar yo'q bo'lsa, sizda biznes yo'q. Har ikkala holatda ham mijozlaringiz uchun to'lovni amalga oshirishning aniq va oson usuli bo'lmasa, sizda biznes yo'q. 3 elementni birlashtiring va tabriklayman. Endi siz tadbirkorsiz. Har qanday loyihaning asosiy qismlari mana shulardan iborat. Ortiqcha murakkablashtirishga hojati yo'q. Ammo jarayonni yanada chuqurroq ko'rib chiqish uchun sizda taklif mavjud bo'lishi foydali. Taklif bu mahsulot yoki xizmat va potensial xaridorlarga uning qadr-qimmatini tushuntirib beradigan xabarning birlashmasidir. Dastlabki ishlar qiyin kechishi mumkin, lekin odatiy biznes yo'lga qo'yilgandan so'ng sotuvlar va daromadni oshirish uchun bir qator bosqichlarni amalga oshirishingiz mumkin, agar shuni xohlasangiz. Diqqatni jalb qilish va qiziqish uyg'otish strategiyasiga ega bo'lish bu jarayonda yordam beradi. Buni faol harakat qilish deb atash mumkin. Bir kun birdan paydo bo'lib taklifni e'lon qilish o'rniga xaridorlarni oldindan hayajonga soladigan ishga tushirish tadbirini rejalashtirish foydali bo'ladi. Biz ushbu tushunchalarning barini batafsil ko'rib chiqamiz. Hatto oldingi tajribalarni yoritadigan dollar va sent darajasidagi raqamlarni ham ko'rib o'tamiz. Maqsad odamlar amalga oshirgan samarali ishlarni tushuntirish va ularni boshqa joylarda qanday qilib takrorlash mumkinligini chuqur o'rganishdir. Ushbu darslar va keyslar ko'p marta muvaffaqiyat keltirgan biznes yaratish usulini, ya'ni odamlar xohlagan narsani yaratish va ularga berishni namoyish etadi.
Hech qanday xatolikdan xoli usul mavjud emas. Aslida muvaffaqiyatsizlik ko'pincha eng yaxshi ustoz bo'lib xizmat qiladi. Jarayon davomida biz tom ma'noda studiyasi qulab tushgan bir rassom bilan tanishamiz. Bu paytda u studiyaning tomiga chiqib, shoshilinch ravishda qor qurayotgandi. Shuningdek, mehmonlarni olib borish uchun mo'ljallangan Janubiy Tinch okeanidagi orol to'satdan tashrif buyuruvchilarni qabul qilmayotganini eshitgan sarguzasht turizmi tashkilotchisi qanday qilib bu holatdan chiqib ketganini o'rganamiz. Ba'zida muammo biznesning kamligida emas, ko'pligida bo'lishi mumkin. Masalan, Chikagoda bir kunda to'satdan 2000 dan ortiq yangi mijoz paydo bo'lishi biznesga qanday bosim o'tkazganini ko'ramiz. Biz shu va boshqa jasur tadbirkorlarning qanday qilib qiyinchiliklarga bardosh berib davom etganini va potensial falokatlarni uzoq muddatli muvaffaqiyatlarga aylantirganini o'rganamiz.